Sahabe kiramlar arasida agar Allohga eng suyumli bo'lgan amalning qaysi amal ekanligini bilgan bo'lsak, jazman shuni qilgan bo'latdik va Robbimizning roziligiga erishgan bo'latdik deb bir suhbat bo'lib edi. Alloh yo'lida mollaringlar va jonlaringlar bilan jihad qilinglar degan jihad oyati nozil bo'ldi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. Amma Uhud g'azoti bo'lgan kuni sahobalardan bir turkum kishilar jihadga chiqmasdan o'ltirib qolishdi. Shu chaqda yuqorida biz anglab o'tgan oyat nozil bo'ldi. Ey mo'minlar, sizlar nima uchun qilmaydigan ishni qilamiz deysizlar? Ya'ni amalda sizlar qilmaydigan yaxshi ishlarni nima uchun og'zinglarda qilamiz deysizlar? Amaliyotga qaraydigan bo'lsak, atrofimizda nurg'un kishilar bor. Agar munchalik miqdorda pulim bo'lgan bo'lsa yoki palonida bo'lgan imkoniyatning yeri menda bo'lgan bo'lsa, men mundaq ishlarni qilib o'tgan bo'lardim deydi. Ammo agar shu kishilarga bir kuni tuyuqsiz shu imkoniyat berilib qoldigan bo'lsa, ular jazman ikkilanib qilishi mumkin. Muhojirat yashayotgan biz Uyg'ur musulmonlari samimiylik bilan o'ylanib boqadigan bo'lsak, o'zimizning ham mushu ishlardan saqlanolmaganligimizni his qilib yetalaymiz. Biz vatandan ayrilgan vaqtda hammamizning ajoyib yuksak g'oya nishonlari bor edi. Nurg'unlarimiz butun hayotimizni o'qish, ta'lim-tarbiya uchun sarf qilishni asosiy g'oyamiz qilgan bo'lsak, yana bir qism kishilar islomga bir butun amal qilib, yaxshi musulmon bo'lib yashash uchun yoki farzandlarini eng yaxshi muhitda tarbiyalash uchun bu hijrat safariga otlangan edi. Ammo real holimizga qaraydigan bo'lsak, amaliyat ko'nglimizni to'limi bearam qiladi. Yuqorqi oyat karimning umumiy ma'nosi bergan ahdisiga vafo qilmaslikning va ikki yuzlimchilikning to'limi ig'ir jinoyat ekanligidan xabar beradi. Musulmonlar tarixda ahdiga vafo qilishning ajoyib ulgulik misollarini qoldirgan bo'lib, hattoki qarshisidagi kishi boshqa dindagi musulmon bo'lmagan mushrik bo'lsa-mu, uningga berilgan ahdiga vafo qilish va musulmonlarning boshqa axloqini ko'rgan kishilar bu isil fazilatdan ta'sirlanib, turkumlab islomga kirishgan edi. Payg'ambar alayhisalom kimiki zimmiy kishining, ya'ni musulmonlar bilan ahdi qilishib, musulmonlarning davlati ostida yashayotgan kofirning jiniga zomin bo'lgan bo'lsa, jannatning puruqini puriy olmaydi degan. Ammo bugun ahdiga vafo qilmaslik masalasi umumiy hayotimizda ko'p uchraydigan bir masalaga aylanib qoldi. Musulmonlar jamoatining buningga sal qarab qolishi kishini afsuslantirdi. Hayotimizning hamma sohalarida tepilish kerak bo'lgan vafodorlik eng muhim halqiliq paytlarda kam uchraydigan, qarindosh, urug' tuqqan, do'st birodarlar ara bir-biriga ishonch qila olmaydigan, garchi musulmon bo'lsa-mu qilgan va'dasiga xiloflik qilishidan ansirab, ikkilanib turib muomala qilishadigan holatlar qadamda bir uchrab turmoqda. O'zaro qarz berishish, o'tni yerim qilishga o'xshash fazilatli amallar ahdisida turmaydigan kishilar sababli bugun ahmoqonlik hisoblanadigan bo'lib qoldi. Va'dasiga vafo qilmaslik har vaqt ayiblanadigan nuqson bo'lib, Payg'ambar alayhisalom bundoq deydi. Munofiqning alomati 3: so'z esa yolg'onchilik qiladi, va'da bersa xiloflik qiladi, qo'yilgan omonatga xiyonat qiladi. Va'dasiga vafo qilish Muhammad alayhisalomning eng go'zal axloqlaridan bo'lib, Rasulullohning payg'ambar ekanligini iqror qilmasdan, uni majnunlik yoki shoirlik, sehrgarlik degandek tuhmatlar bilan qarchaqlaydigan kofirlar ham Rasulullohning va'dasiga vafo qilishda go'zal axloqini har vaqt tan oladi. Hatto Rasulullohning ko'zini yo'qotishni plan qilgan kofirlar eng qimmatli narsalarni Rasulullohga omonat qo'yishadi. Chunki Rasululloh va'dasiga vafo qilishda butun insoniyatning ulgusi edi. Bir musulmon ahdisiga vafo qilganida erishadigan natija va mukofotlar haqida ulamolar bir qanchaligan fazilatlarni sanagandir. Birinchi, Allohning rahmat va muhabbatiga erishish. Bu bir musulmonning erishadigan eng chong muvaffaqiyatlardandir. Janobi Haq taolo ana shu ahdisiga vafo qilguvchilar haqida mundoq deydi. Alloh bilan bergan ahdisiga vafo qilguvchilarga Alloh katta ajrlarni ato qiladi. Ikkinchi, ahdiga vafo qilish orqali tinch amonlik amalga oshadi. Tarix batlariga qaraydigan bo'lsak, ahdisiga vafo qilgan qavmlar orasida urush molmonchilik bo'lmagandir. Uchinchi, kishilik munosabatda ishonch va samimiylik paydo bo'ladi. To'rtinchi, ahdiga vafo qilish orqali dunyo va oxiratga munosabatlik ijtimoiy manfaatlar amillashadi. Yana bir nuqtaga diqqat qilishimiz kerakki, ba'zida ahdining shakllari o'zgaradi. Biz ig'izimiz bilan so'zlamasdanmi ahdi qildigan vaqtlar bo'ladi. Birer xizmatga kirishdan avval tuzilgan to'xtam bizning ish egasiga bergan ahdimiz bo'ladi.
va yana ma'lum bir nishon uchun qurilgan bir idora organga a'zo bo'lib kirgan kishiga shu idoraning qoida nizomlari suniladi va uningdan imzo qo'yish talab qilinadi. Agar uningga imzo qo'ysa, u shu nizomlarning hammasiga amal qilishga ahdi qilgan bo'ladi-da, uningga sal qarash yoki mas'uliyatini yaxshi ado qilmaslik ahdiga vafo qilmaganlik hisoblanadi. Biz yashayotgan bu go'zal Istanbulda katta sahoba Abu Ayyub al-Ansari radhiyallohu anhuning qabrisi bor. Bu ulug' sahobaning qabrisining bu yerlarda bo'lib qilishi haqida shunday bir tarix bor. Bu sahoba yashinib qolgan chaqlaridimi Alloh yo'lida jihad qilishdan hech o'ltirib qolmagan. Yoshlari 90 ga yaqinlashgan kunlarda qo'l ostidagi kishilar uningga "Sizlar yashinib qoldilar. Alloh taolo qeyrib yashinib qolgan kishilardan jihadni ko'tarib o'tgan-ku" deb so'rag'anida bu sahoba "Biz Rasulullohga o'lgunimizga qadar jihad qilamiz" deb bay'at va ahdi berganmiz degan ekan. Va ot choptirib Istanbulga qadar kelib 93 yaşında İstanbul'da vafot bo'lgan. Demak, va'dasiga vafo qilish mayli cho'ng ishlarda bo'lsin, mayli kichik ishlarda bo'lsin, har birimiz alohida diqqat qiladigan muhim masalalardan biri hisoblanadi. Ulug' Alloh bizlarni va'dasida turadigan, ahdisiga vafo qiladigan, axloqiy islom bo'lgan mo'minlardan bo'lishga nasib qilsin.